Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarga sifatli o'zimizni tanish ustalardan nejaveka zinalar yasash xizmati. Sizlarga manfaatli taklif. Emblemani eslab qolinglar, bunga albatta qaytamiz. Sizlarga sifatli nejaveka xizmati. Bizdan taklif, sifatli ustalarimiz, o'zimizni tanish ustalarimiz qaranglar. Nejaveka qanaqa temirdan qilingan barierdan ko'ra bu baribir chiroyli turadimi? Sizlar ustalarga o'z xohlagan dizaynni ko'rsatasiz. Sizlarni xohlagan dizayninglarni qilib beradi. Yo'q, menda dizayn yo'q desalar 15-20 xil fason bor. Qaranglar. Boshqa joylarda aytish bo'yicha mana bu guldi, mana bu ustunni qo'yib beradigan shariklarini 40 ming, 50 ming so'm alohida qilib berar ekan. Bularda shunisi bonusga. Sizlar metriga 440 mingdan to'laysizlar. Mana shu uyimizga mana metriga 440 mingdan to'langan, mana shu guli bu shariga bonusga qilib berilgan. Faqatgina mana bu material ustuni alohida sotilar ekan. Chunki bu ustun ko'rib turibsizlar, ancha mehr berib qilinganda, sezib ko'rasizlar. Emblemaga qaytadigan bo'lsak, bu emblema The Best firmasiniki. Xohlagan joylardan tekshirib olsanglar bo'ladi. Chunki bu Nejavekaga 10 yil kafolat beryapti. 10 yil ichida servis xizmatini ham sizlarga qilib beryapti. Ya'ni qanaqa qilib berish kerak? Bitta uylar remont qilmoqchi bo'lsanglar, bitta telefon qilasizlar ustalarga, keladi, ko'radi, shunday yasab ketishadi. Kimga shu ustalari xizmatlari ma'qul bo'lgan bo'lsa, shunaqa nejaveka qildiraman degan bo'lsanglar, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bitta telefon qilasizlar, vodiy bo'ylab boradi, ishlar bitkazadi, sizlar hech qanaqa og'ir bo'lmaysizlar. Taxminan shu yerga necha pul ketgan deb o'ylaysizlar? Materiali, usta haqi